Salom Arnold, bilaman, sen sayohat qilishni, ayniqsa vaqt bo'ylab sayohat qilishni juda yaxshi ko'rasan. 2000-yilga xush kelibsan. Qara, bu qizning ko'zida internetga ulangan linzalar bor. U bir soniyada sen haqingdagi barcha ma'lumotlarni topishi mumkin. Bu yerda sen umr bo'yi qizlarga yaqinlasha olmay yashaysan. Ichkariga kir. Kosmik lift seni dengiz sathidan 35 000 kilometr balandlikka olib chiqadi. To'g'ridan to'g'ri yerning aylanish energiyasining elektr tokiga aylantiradigan ulkan halqaga. Ko'chada o'ng tarafda inson tanasi do'koni joylashgan. Ketdik, baxtsiz barmog'ing o'rniga yangisini qidiramiz. Endi shifokorlar birgina genetik ma'lumot asosida butun organizmni qayta yaratishi mumkin. Shu sababli bugungi hayvonot bog'lari dinozavrlar, dodo qushlari va hattoki neandertallarga to'lib ketgan. Ovqatlanmoqchimisan? 3D printer sun'iy hayvon hujayralari, sintetik un va minerallardan tayyorlangan ovqatni bosib chiqaradi. Ta'mi esa 2019-yildagi ovqatlardan yaxshiroq. Ajoyib dunyo, to'g'rimi? Lekin u boshqacha bo'lishi ham mumkin. Yadro urushi, global isish, pandemiyalar, bu ham bizning kelajagimiz bo'lishi mumkin. Ilm-fan bu ikki uchi bor tayoq. Biz undan foyda olishimiz mumkin yoki u bizni yo'q qilishi ham mumkin. Nima bizni qutqarish mumkinligini bilasanmi? Mana yangi videolar haqida xabarnoma. Qo'ng'iroqchani ko'ryapsanmi? Bos. Bos. Shunda men hammasini aytaman. Men kutyapman. Chunki hali hamma bosgani yo'q. Bizni aynan shu qutqaradi.